Assalomu alaykum hammaga. Jonivor 2 haftadan oshibdi dermatit boshlanganiga. Lechinalarni kelganmiz. Xudo xolisa lechinalardan keyin tuzalgandan keyin videolarni ham qo'yib boramiz buni. Jonivor lekin 3 kun bo'pti yeyishdan to'xtaganiga 3 kun. Ko'pchilik aytadi, kapelnitsa qilmang, kapelnitsa bo'lmaydi deydi. Kapelnitsadan keyin mana sekin ishtahlar ochilyapti. Ishtaha ochilgandan keyin sekin yeydi bu. Yeyish boshlagandan keyin kapelnitsalarni to'xtatamiz. Keyin ukolga o'tadi keyin. Lekin badani vahshat dahshat. Bu yoq taraflari bodro bo'lib yotibdi. Lekin narsa qiynalibdi lekin. Og'iz burnlariga toshgan bu. Ko'zlari mana shu ahvolga kelib qolgan.